Assalomu alaykum. Ismim Muhammad Said. Tilmoch AI degan startap asoschisi bo'laman. Bu startap bilan 4 yildan beri shug'ullanib kelaman. Oddiy maktabda o'qiganman. Dadam dasturchi bo'lganlar. O'sha uyda dasturchilik bo'yicha kitoblar bo'lardi, lekin dasturchilik qiziqmasdim. Shu universitetga kirgandan keyin qiziqish qayta uyg'ongan. Biz o'zi bu loyihani universitetdagi proyekt sifatida topshirgandik. Ya'ni tahrirchi boshida shu o'zbek tilida yozilgan matnlar bo'lsa, qaysi bir noto'g'ri yozilgan, o'shani tagiga qizil qilib chizib berish kerak. Noto'g'ri so'z to'g'rilab qo'ying. Variantlar taqdim etish kerak edi. Shu proyekt bo'yicha topshirganmiz. Zo'rg'a qanaqadir metodlarni ishlatib topshirgandik, o'tganmiz. Lekin uni sota olmaganmiz. Har xil tashkilotlarga borganmiz, davlat tashkilotlariga, xususiy korxonalarga sota olmaganmiz bu narsani. Chunki bu narsa bunaqangi biznes prosesdagi muhim narsa bo'lmagan. Ya'ni matnlarni tekshirish bu kichkina bitta jarayon. Undan siz katta pul topa olmaysiz. Bozor juda kichkina narsa. Keyin o'ylab qolganmiz, nima qila olamizki, shu sohaga oid, lekin bozori katta. Bu tarjima bo'lgan. Ya'ni juda ko'pchilik matnlarni tarjima qiladi. Biz bilingual xalqmiz, ya'ni ikkita tilda ko'p gaplashamiz, aralashtiramiz va natijada bir xil so'zlarni bitta tilda bilib qolamiz, ikkita tilda emas. Shu lekin qiyinchilik tug'diradi ko'pchiligiga. Juda ko'p ma'lumot iste'mol qilamiz. Chet el yangiliklarni, kitoblarni, kontentni tarjima qilishimiz kerak. Ya'ni mahalliylashtirishimiz kerak. Bu narsani ham o'sha paytda sifatli yechim bo'lmagan. Tarjima Google Translate, Yandex Translate trafikni ko'rganimizda juda katta bo'lgan. Shunga o'ylaganmiz, hozir mana shuni tarjimaga yo'naltirsak kuchimizni, balkim umumlashib qolar, yaxshiroq qilib qolamiz. Bulardan yechim shuni ustida ishlagan keyin President Takeover degan tanlov bor, eshitgan bo'lsangiz, startaplarni tanlovi, o'shani yutganmiz, birinchi o'rin olganmiz. Shu grantlar yutganimiz uchun bizda anaqadir fokus ushlab turish imkoni bo'lgan. Ya'ni ishga kirib ketib, startap tashlab ketish xayolda bo'lmagan, chunki bizda doim masalan qo'llab-quvvatlar bo'lgan davlat tomonidan, ana shunday grantlar orqali. Taxminan 7-8 oy ishlaganmiz tarjimon ustida. Shu 2024 yozda chiqarganmiz. O'shandan beri 3-4 ta til qo'shdik. Endi yana hozir til qo'shyapmiz, boshqa bozorlarga chiqyapmiz. Shu tarjima modellarini biz o'zimiz o'qitganmiz. Ya'ni buni tagida o'zimizning serverda turadigan model bor. Ya'ni tarjima qiladi. O'zbek tiliga, qoraqalpoq tiliga, hozir qozoq tili bor, hozir yana bir ikkita yana til qo'shiladi yaqinda. Shu jarayon juda uzoq vaqt oladi. Bu R&D deyiladi. Tadqiqot jarayoni, model trenirovka qilishadi, katta GPT, Gemini'lar, ular ham uzoq muddat kutishadi. 1-2 yil kutib bitta model chiqarishadi. Bizda ham xuddi shunaqa. Biz bitta til qo'shish uchun 4-5 oy ishlaymiz. Shu narsa biz uchun bottleneck, qiyin narsa. Undan keyingi narsa bu narsani bozorga olib kirish. Hammani feedbackini teng deb ko'rardim. Ya'ni har xil foydalanuvchilar yozadi sizga, har xil odamlar fikr bildiradi. Siz startap qilayotganingizni bilsa, demak hamma sizga maslahat bera olaman deb o'ylaydi. Maslahat berishga loyiqman deb o'ylaydi. Aslida unaqa emas. Ya'ni maslahat eshitaverasiz, lekin uni amalda qo'llash uchun siz kim sizga maslahat berayotganini tahlil qilishingiz kerak. Ya'ni bu odam oldin startap qilganmi? Ya'ni bu odam o'zini nimadir qilib qo'yganmi degan savol bo'lishi kerak. Ya'ni maslahatda qiymat anaqasi bo'ladi, vazni bo'ladi. Keyin foydalanuvchilarning fikri har doim ham haq bo'lmaydi. Ya'ni foydalanuvchilar sizga ya'ni qanaqadir narsani qo'shib ber deyishi mumkin. Siz buni qo'shishdan oldin umuman boshqa foydalanuvchilarning fikrini eshitishingiz kerak. Ya'ni ko'p hollarda foydalanuvchilar fikriga kirib, aniq narsa qo'shib tashlasangiz, masalan, siz rivojlanmaysiz, meni fikrim. Ya'ni ko'p narsalarni siz o'zingiz foydalanuvchilar o'zini tutishidan, saytga kirib nima qilishidan bilib olishingiz kerak o'zi. Ular sizga uni nimadir aytsa, ko'rib chiqish kerak, lekin ko'p hollarda bunaqa muhim narsa bo'lmaydi. Sizni sotuvingizni oshiradigan. Mana shu narsani tushunganman. Ya'ni feedback olishda filtr qilib feedback qilish kerak. Chunki kimdir sizga qanaqadir funksiya tavsiya qildi, uni qilasiz, 2 hafta vaqt ketadi. Uni keyin undan boshqa odam ishlatmaydi. Keyin 2 hafta vaqtingiz ketib qolgan bo'ladi o'rtada. Shunaqa narsa bo'lgan menda. Silk Road Innovation Hub degan tashkilot bor. O'sha tashkilot
shu Markaziy Osiyo founderlarini Amerikaga olib keladi. O'sha yerda trening o'tkazib beradi. Biz qatnashgan trening emas, dastur bu akseleratsiya dasturi. Alchemist degan investitsiya venture fondi bor. O'sha Alchemist akseleratsiya qilgan. Aynan biz uchun, biz o'lkadagi founderlar uchun. Shu O'zbekistonda 8 tami startap bordi. Qozog'istondan ham 7 ta startap, har xil davlatlardan o'sha yerda yig'ildik. Sentyabr oyi boshlangandi. Erta bizga shu Amerikada startap qanaqa qilinadi, qanaqa sotiladi, metodlar, hammasini o'rgatishdi. Ya'ni nazariya ham narsa bo'ldi, amaliyot ham bo'ldi. Shu 4 oy o'shda o'rgandik. Eventlarga bordik. Shu San Fransisko endi o'sha startaplar yig'ilgan joy. Ya'ni Tech Week bo'ldi, TechCrunch, har xil narsalar. Endi men ko'rgan narsa, biz shu yangiliklardan ko'rsatib borgan qanaqa startaplar hammasini ofisi yoningizda turadi. Ularni ko'ra olasiz, ichidagi odamlarni ko'ra olasiz. Ya'ni bu qanaqadir boshqa sayyoradagi joy emas, realniy joy va siz men o'ylayman, bizdagi yoshlar ham o'sha yerga borib, o'shalar bilan teng darajada shunaqa narsalar yaratish mumkin. Bizda faqat yagona nima mumkin, to'sqinlik bu muhit yo'q. Shu agar to'g'ri muhit yaratilsa, imkoniyat berilsa, ya'ni odamlarning farqi yo'q. Faqat dasturchilik qilmaydi startap. Doktorlar qilish mumkin. Umuman masalan digitalga oid xohlagan kasb yoki educationga har xilda bu narsa. Startap qilishga qobiliyat bo'lsa, qanaqadir g'oya ko'rsangiz va uni g'oyani amalga oshirish yo'lini ko'rib, jamoa tuzib, yig'ib qilsa bo'ladi startap. Product market fit degan tushuncha bor. Sizni mahsulotingiz bozorga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Ya'ni bozor sizni mahsulotingiz bor yo'qligini sezadimi, yo'qmi degan narsa-da. Misol uchun ertaga Cola yo'qolib qolsa Pepsi bilan ozgina bizda diskomfort bo'ladi. Bu degani Cola product market fitga ega. Uni yo'qolsa biz buni sezamiz. Chunki Cola'ning o'rniga qanaqadir alternativlar keladi. Biz bundan qoniqmaymiz va hokazo. Shu tushuncha bor. Ya'ni startaplar shu product market fit xususiyatiga ega bo'lish kerak faoliyat davomida. Ikkinchi narsa bor, bu founder product fit bor. Ya'ni o'zi founder shu loyihani qila oladimi degan savol bor. Men ko'rganim juda ko'p joylarda shu founder product fit yo'q. Chunki masalan startaper founder universitetni tugatyapti va srazu B2B narsa qilmoqchi. Juda qiyin narsa-da buni qilish. Chunki siz B2B qanaqadir решение yaratish uchun siz undan oldin juda katta networkga ega bo'lishingiz kerak. Agar u bo'lmasa, siz sotishingiz ularga qiyin. Misol uchun, nimadir qildim, buni qanaqadir davlat tashkiloti oladi, qanaqadir bank oladi deydi. O'zida vaholanki banklardan tanishi yo'q. Davlat bilan nimadir ishlash, ularga sotish juda qiyin narsa. Ya'ni bu nyuanslarni inobatga olishmaydi va startapga tam 3-4 oy vaqt sarflab qo'yishgan bo'ladi. Shu narsani ko'raman. Yoki shunaqa startap bo'ladi, ularni marketing qilish uchun juda katta byudjet kerak. Ya'ni bir-biriga ulanib qoladi. Hozir men buni qilaman, investitsiyadan pul olaman, investitsiya puli olib, keyin marketingga pul beraman, keyin buni rivojlantiraman. Bunaqa ishlamaydi-da. Siz hozir o'zida kamida qanaqadir sotuvlar qila olishingiz kerak, kichkina pul bilan. Mana shunaqa startaplar qilishingiz kerak. Ya'ni o'zingizning qo'lingizdan keladigan loyihalar qilsangiz boshlanishida va qilganga yarasha ikkinchi xato bu. Masalan, global marketga qilgan yaxshi narsalarni, ya'ni chet elga moslab. Chunki O'zbekistonda masalan marjalar kichkina, bozor unaqa katta emas va digital adoption kichkina, kam. Butun dunyoga qilsangiz, sizda masalan masshtab bo'yicha muammolar bo'lmaydi. Masalan, bizni keysda biz faqat O'zbekistonga boshliq qilganmiz. Endi boshqa davlatlarni qo'shishimiz uchun biz har bir tilni masalan yig'ib chiqishimiz kerak. Bu juda katta bizga friksiya beradi, ya'ni bottleneck, vaqt ketaveradi bu narsaga. Qo'shganga yarasha biz sifatli qo'sha olamiz, lekin juda sekin qo'shamiz. Bir xil startaplar bor, ular tug'ilishidanoq butun dunyoga moslangan bo'ladi. Ya'ni turlari bor-da. Shu yoshlarga maslahatim shu ko'proq shu global, kamida shu Markaziy Osiyo muammolarini ko'rgan yaxshi. Buni anaqasi yo'q. Masalan,
O'zbekistonga qilsa osonroq emasmi? Boshqalarda konkurensiya yo'q. Bunaqa emas. O'zbekistonda ham raqobat bor. Masalan, siz aytolmaysiz menga O'zbekistonda raqobatchilar yo'q bozori. Ya'ni Amerikada ham raqobat bor, bu yerda ham raqobat bor. Qanaqadir tegilmagan bozor yo'q-da hech qayerda. Baribir bozor o'zini dinamikasi bo'ladi. Har bir kapitalistik bozorda raqobatchisiz qolib ketgan qanaqa sektor bo'lmaydi. Hamma yerda raqobat bo'ladi. Kirmoqchimisiz, doim sizdan oldin kelgan o'yinchilar bo'ladi. Undan qo'rqmaslik kerak. O'zbekistonmi, Yevropami, AQShmi qilib ko'rish kerak.